Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bolsun. Cenevada 1 dekabr başlanğan və 2 gün davam qıldığan 15-ci növbətlik Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Az Sonluq Millətlər Munbiri yığınının 30 noyabr açılğan təyərlik yığında Dünya Uyğur Qurultayının taşqı münasibətlərə məsul muavin rəisi Zübeyra Şəmsdin xanım bilan Xitay vəkili o'tirsida intayin keskin talaş tartish və münazir yüz berdi. BDT'nin Az Sonluq Millətlər Xizməti bo'yicha alaydı vəkili və dokladçısı Dr. Fernand de Varenes əpəndimnin riyasetçilikdə 30 noyabr ötküzülgən təyərlik yığınıga hər qaysı əllərinin BDT'də turuşluq elçiləri, hökumət məsulları, BDT'nin hər dərəcəlik xadimləri, xalqaralıq kişilik hüquq təşkilatlarının və hökumətsiz təşkilatlarının vəkilləri, hər qaysı millətlərə mənsub xalqlarının vəkilləri və xalqaralıq orqanlarının məsullarından olub 600 nəfərə yaxın kişi qatnaşdı. Yığında söz qılğan Dr. Fernand de Varenes əpəndim 2 gün davam qıldıqan yığının asaslıq gün tərtibi haqqında məlumat beriş bilan birgə, dünyada vətənsiz yaşayotgan insanlarının 4-dən 3 qismidən köpərəkinin az sonluq millətlər kateqoriyasi kirdiganligini, əməliyyatda bolsa az sonluq millət degan bu hukmның hər qaysı əllər tərəfindən az sonluq millət kateqoriyasi kirgizilgan xalqlar üçün ciddi ziyan ilib kelayotganligini, ularning o'zlari turishliq davlatlarda turlik besim, zulm, kəmsitish və xorlashlarga duchor bo'layotganligini, şoň az sonluq millatlar masalasida davr bo'lgich bir islohot ilib berish paytining yetib kelganligini. Bu növbətlik BDT az sonluq millatlar munbiri yığınının asaslıq məqsədinin dünyada az sonluq millət deb atalğan xalqlarning haq-huquqlarini haqiqiy yo'sinda kapolatga ega qilish uchun jiddiy chora-tadbir izlash ekanligini ta'kidlab o'tdi. Bu növbətlik yığınğa alaydı təklif bilan Amerikadan kelib qatnaşqan Zübeyra xanım yığında söz elib, özünün bir Uyğur ikənligini, bu növbətlik yığınğa bir az sonluq millətning vəkili emas, bəlkə müstəmlik astidagi bir millətning vəkili sifatida qatnaşayotganligini, Uyg'urlarning azaldan Sharq Turkistonning asosli xalqi va egisi ekanligini ta'kidlab o'tish bilan birga, BDTning mazkur yig'in ichilayotgan shu kunlarda Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan turkiy xalqlarga qarta yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarning shiddat bilan davom qilayotganligini, 24 noyabr Urumchida yuz bergan o't ketish voqeasida Xitoy doiralarining atalmish yuqumni nolga tushirish degan sabsatini bahona qilib o't ketgan binodagi uylarni sirtdan quluplab qo'yish, binoning kirish eg'izini beton va to'mir to'soqlar bilan etib etish, o't o'chirish mashinasini vaqtida avatmaslik, yardorlarni doktorxonaga vaqtida ilib berib davolmaslik qatorliq razil vositalarni qo'llanish natijasida ko'plagan insonlarning o't ofatida hayotidan ayrilganligini, Sharq Turkistonda yuqumning oldini olish degan nomda yo'l qo'yilayotgan qattiq qamal siyosati natijasida ko'plagan Uyg'urlarning ochliqdan va davolanishsizlikdan o'lib ketayotganligini ifoda qildi. BDTning Sharq Turkiston yuz berayotgan bu xil tragediyalarga qarta jiddiy inkas qaytarish lozimligini ta'kidlab o'tdi. Zübeyra xanımның arqadınla söz alğan Xitay vəkili, milli bölgünçilər Urumchida yuz bergan odatdagi bir o't ofatining xarakterini qasdan burmulab, uni siyosiylashtiriyotidu deb chalvoqidi. Və Sharq Turkistonchi bölgünçilər mana bugünkidek BDT munbirdan foydalanib, vatanimizni bo'ladigan va parchalaydigan ideyani tashviq va targ'ib qilyotidi. Şinjandagi reallikni qasdan burmulayotidi. Bundaq bölgünçilərning BDT munbərlərini suiiste'mol qilishiga asla yo'l qo'yilmasligi kerak deb bildirildi. Xitoy vakilining bu xil o'ktamlik yig'in qatnashuvchilarining kuchli noroziligini qo'zg'adi. BDTning Az sonluq millatlar xizmati bo'yicha alaydı vakili va dokladchisi Dr. Fernand de Varenes əpəndim Ataytan Zübeyra xanımның oldiga kelib, onunğa təsəlli berish bilan birga Zübeyra xanımның haqliq fikrini qo'llaydiganligini bildirdi. 15 növbətlik Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Az sonluq millatlar munbiri yig'ini bugun, ya'ni 1 dekabr Jenevada rasmiy boshlandi. Dr. Fernand de Varenes əpəndimnin riyasetçilikida Jeneva vaqti tushdan burun boshlangan yig'inning ichilishida BDT kishilik huquq oliy komissari Volker Türk, 77 navbatlik BDT umumiy kengashining raisi Sabak Köreshi, BDT kishilik huquq konseyining raisi Federico Villegas, Yevropa bexatarlik va hamkorlik tashkilotining az sonliqlar yuksak komissari Kayrat Abdurahmanov qatorliqlar so'z qildi. Zübeyra xanım 2 kunlik yig'in jarayonida Uyg'ur masalasining yangi yuzlanishi haqida maxsus doklad taqdim qiladi. Uçurlardan ma'lum bo'lishicha, bu qitimqi yig'in jarayonida BDTning Az sonliq millatlar xizmati bo'yicha alaydı vakili va dokladchisi Dr. Fernand de Varenes əpəndim Uyg'ur vaziyati va BDT kishilik huquq oliy komissarligining Uyg'ur vaziyati haqida e'lon qilgan dokladida o'ttirib qo'yilgan tavsiyalar haqida doklad berdi. Bu navbatlik yig'inning xulos dokladi oldimizgi yil 3-oyda chaqirilgan BDT kishilik huquq kengashining 52 navbatlik umumiy yig'inining muzokara qilishiga suniladi. Dünya Uyghur Qurultayının 9 dekabr Uyghur irqiy qirg'inchilik kuni munosabati bilan butun dunyo miqyosida Xitoyning irqiy qirg'inchilikqa qarshi bir tutash norozilik faoliyatlarini ilib berish haqidagi chaqiriqi har qaysi ellardagi siyosiy faoliyatchilarimizning, avom xalqimizning qizg'in qo'llashiga erishdi.
Dünya Uyghur Qurultayı bu vaqt səfərbərlik hərəkəti başlatqandan buyan hər qaysı əllərdəki Şərq Türkistonluq qarindaşlarımız bəs-bəsdə videolu qısqa bayonatlarını elan qılıb, özlərinin bu hərəkətə bolğan qollashını ifadə qılıb kelməkdə. Uyghur irqi qırğınçılığının Belgiya parlamentida qabul qilinishida halqılıq rol oynagan Belgiya parlament a'zosi Samuel Kogolati əpəndim Qurultay tərəfindən başlatılğan təşviqat hərəkətiga aktivlik bilan ovoz qoşqan dostlarımızdan biri. This 9th of December, let's pay tribute to the thousands of victims of the Uyghur genocide in China. Ondan başqa yana Germaniya və Kanadadakı bəzi qarindaşlarımızmı bugün stansiyamiz orqali özlərinin bu vaqtdagi yurak so'zlarini ifoda qilishdi. Assalomu alaykum. Hurmatli, so'yimli qarindoshlar. Dünya Uyghur Qurultayınınki 2021-yili arz qilishi bilan Angliya Londondagi Uyghur sud kollegiyasining 2021-yili 12-ayning 9-kuni Xitoy Kommunist partiyasining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan barliq vahshiyona jinoyatlarning insoniyatga qarshi irqiy qirg'inchilikka yetadiganligini dalil isbotlar bilan hukm e'lon qilgan kuni. Bu kunni barliq Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlarning qadrlashi, tarix ahamiyatini bilib yetishi va mushu kunni xotirlashni unutmasligi lozim. Dünya Uyghur Qurultayının o'rinlashtirishi bilan har yili mushu kunni xotirlash kuni qilib bekitdi. Hurmatli qarindoshlar, mushu kunda Xitoy hokimiyatiga qarshi yuksak seviyada har qaysi davlatlardagi Xitoy konsullariga, jamoat ko'p to'plashgan o'rinlarga Xitoyning abdibashlisini oshkorlash uchun yuguraylik. Assalamu alaykum. Dünyanın her yerindeki aziz Şarkı Türkistanlık qarindoshlar. Xitoy hokimiyati millatimizga irqiy qirg'inchilik elib beryapti. Bu irqiy qirg'inchilikqa qarshi biz hozirgacha nurg'un qatim har xil shaklda faoliyat olib beryapmiz va shu jumladan London Uyg'ur mahkamasiga arz qildik. Mahkama qaror chiqarib, o'tgan yil 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilikqa elib beryapti. Ya'ni Xitoy hokimiyati Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ishladi deb hukm qildi. Shuning bilan 9 dekabr Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb e'lon qildi. Biz bu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun faqat bu bir kundala emas, ya'ni 9 dekabrda emas, başka her zaman, her gün bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun hammamiz birlikte kurash qilishimiz kerak. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'xtatilsin. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'xtatilsin. Hammamiz birlikte irqiy qirg'inchilikka qarshi turaylik. BDT'nin irqiy ayrımçılıqni tugutish komiteti intayin kuchli iboralar bilan bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralarini Sharq Turkistondagi qiyin qistoq, nachar muomala, jinsiy zo'ravonlik, majburiy emgak, izdereksiz g'oyib qilib o'tish qilmishlari ustidan tekshirish ilib berishga, shundaqli lager yoki boshqa tutib turish o'rinlaridagi erkinlikdan xohlagancha mahrum qilingan barliq tutqunlarni darhol qo'yib berishga chaqirgan. Mazkur bayonotning dal 24 noyabr Urumchi fojiasi yuz bergan kun e'lon qilinishi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Irqiy ayrımçılıqni tugutish komitetining bu bayonoti bir BDT apparati tarafidan BDT kishilik huquq oliy komissari ishxonasining bu yil 31 avgust e'lon qilgan Xinjiang doklatidan beri e'lon qilingan eng kuchli chaqiriqdir. Bayonotda ta'kidlanishicha, bu komitet atalmış kasbiy tarbiyalash markazlari va boshqa o'rinlardagi Uyg'ur ham boshqa musulmon oz sonliq millatlarni nishon qilgan qiyin qistoq yoki nachar muomala, majburiy emgak, jinsiy zo'ravonlik, xohlagancha tutqun qilish va boshqa munosabatli xo'rlash shakllariga oid bayonlardan cho'chigan. Bayonot yana mazkur komitetning majburiy ko'chirish, oilalarni ayirib etish, ijtimoiy aloqasini uzib tashlab, buning ta'siriga uchragan Uyg'ur va boshqa etnik musulmon to'plarining alohida iztirob chekishini keltirib chiqargan siyosat va amaliy ijroatlarga oid bayonlardan cho'chiganligi ta'kidlangan. BDT irqiy ayrımçılıqni tugutish komitetining chaqiriqida yana Xitoy doiralarining davlat bexatarlik qonuni bilan terrorlik qarshi turish qonunini, shundaqli Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi oz sonliq millatlar huquqini ko'zdan kechirib, irqiy kamsitishning barliq shakllarini tugutish to'g'risidagi xalqaro ahdnomada ustiga olgan majburiyatini ado qilish talab qilingan.
Bayonotda yana Xitoy doiralarining mamlakat ichi va sirtida o'ttirg'i chiqib o'zlarini qo'g'dayotgan Uyg'ur va boshqa etnik musulmon to'plarga qarta qo'rqitish va bostirishni darhol to'xtatib, Uyg'ur va boshqa etnik musulmon to'plarini o'z ichiga olgan kishilik huquq dafsanchiligining ziyonkashligiga uchirg'uvchilarga qarta masalani muvofiq va unumli hal qilish chorasi tepishi, shundaqla ularga to'lam to'lish chaqirilgan. Amerika Davlat Majlisi Avam Palata Raisi Nancy Pelosi bilan Kengash Palata a'zosi Yong Kim 29 noyabr kuni Amerika Davlat Majlisida o'tkazilgan Uyg'ur siyosati qonun loyihasini qo'llash yig'inida so'z qilib, Xitoy hukumatining uzluksiz ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati va qamal siyosatini qattiq ayiblagan. Hamda mazkur qonunning Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatiga zarba berishdagi kuchli qoral bo'lganligini bildirgan. Avam Palata Raisi Nancy Pelosi majlisda qilgan so'zida millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmon millatlar Xitoyning nomussiz va vahshiylarcha dafsan qilishiga uchrayotidi degan. Hamda bu qonunning Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarga davomli irqiy qirg'inchilik yurgizishiga zarba berishda kuchli bir vosita bo'lganligini ilgari surgan. U mundaq degan: Biz bu qonun orqali Uyg'urlarga shuni demoqchimizki, Amerika sizlarning ahvolinglarni ko'rib turibdi. Biz davomli sizlar bilan birga, ham sizlar bilan teng kurash qilamiz. Biz yana bu qonun orqali Xitoy hukumatiga shuni demoqchimizki, bu irqiy qirg'inchilikni darhol to'xtatish kerak. Onun bildirishicha, Uyg'ur siyosati qonun loyihasi 2020 yil ma'qullangan Uyg'ur kishilik huquq qonuni va Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonuniga kirgizilmagan moddalarni o'z ichiga olgan. Kengash palata a'zosi Yong Kim bu qonun loyihasini qo'llash majlisida so'z qilib, Urumchida yuz bergan o't ketish fojiasidan keyin Xitoyda qo'zg'algan namoyishlarni demokratiya va erkinlikka bo'lgan kuchli talab deb ta'riflagan. Hamda Amerikaning cho'qim so'z va harakat orqali mustabid Xitoy kommunist hokimiyati bilan kurash qilish kerakligini ta'kidlagan. U mundaq degan: Xitoy Kompartiyasi Uyg'ur va boshqa oz sonliq millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini davomli inkor qilib kelyapti. Ammo biz Shinjongdagi majburiy tug'mas qilish, majburiy emgak silish, majburiy ming yuyish, ayollarga bosqinchilik qilish qatorliq qabih jinoyatlarning rostligini isbotladik. Uyg'ur siyosati qonun loyihasi mana mush jinoyatlarga zarba berishda yetarsiz qolgan joylarni to'liqlaydi. Uning bildirishicha, bu qonun loyihasi Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchilarini qo'llash, Amerika taratqullarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga oid xabar va uchurlarni davomli tarqatishiga madad berish qatorliq konkret mazmunlarni o'z ichiga olgan. Xitoyning qamal siyosati keltirib chiqargan fojialar, bo'libmi bu qitim Urumchida yuz bergan o't ofati Uyg'urlarning beshiga kelayotgan irqiy qirg'inchilik zulmini texim ig'irlashtirgan bo'lsa, Xitoy fuqarolarini cho'chitib, erkinlik talab qilish sadolarini kuchaytgan edi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'rt televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.